bir konusi haqida konuşuyoruz. Ya'ni turk tilida soatlar qanday aytiladi? Demak, turk tilida ma'lum bir o'sha vaqtlarning har bitta oralig'igacha ma'lum bir soatni aytilish turlari va undan keyingi holatlarda esa boshqa bir soat turlari, ya'ni ikki xil aytilish holatlari bilan ko'rib o'tar ekanmiz. Ya'ni qarang, demak, kechki 7 bilan yoki abidki 11 bilan kechki 11 ni qanday qilib o'sha farqini bilamiz deganda, har bitta soatni o'zini bir payti bilan ayta ekanmiz. Masalan, ertalabki 7 bo'ladigan bo'lsa, soat sabah 7 deymiz, ya'ni soat ertalabki 7. Yoki kechki 7 bo'ladigan bo'lsa, soat aksham 7, ya'ni o'sha paytni, o'sha vaqtni holatini aytgan holda biz soatlarni bir-biridan farqlar ekanmiz. Xo'p, 11 bo'ladigan bo'lsa, soat o'ylan 11, ya'ni soat abidki 11. Biz siz bilan o'sha boshda ko'rib o'tganimizda mavzularni har bitta vaqtni o'zini aytilish soatlari borligi haqida gaplashgandik. Masalan, iyi kunlar ya da iyi akşamlar, ma'lum bir paytdan o'sha paytgacha, masalan, abidda 11 dan soat 5 gacha biz iyi günler deymiz ya da iyi akşamlar, 8 dan 9 gacha bo'lgan vaqtda iyi akşamlar, undan keyin kecha hisoblanadi degan mavzularni ko'rib o'tgan edik. Demak, paytlar sizga ham notanish emas. Demak, kechki bilan ertalabgini o'sha paytni aytgan holda bir-biridan farqlar ekanmiz. Keyingisi esa, ya'ni qarang, soat o'sha 7 bo'ldi, ya'ni ertalabki 7 bo'ldi va ertalabki 7 dan 7:30 gacha bo'lgan vaqtni ma'lum bir so'zlar orqali, ya'ni geçiyor so'zi bilan aytar ekanmiz. Masalan, soat va ya'ni tushum kelishigini foydalanib va daqiqa geçiyor, ya'ni o'sha paytni shuncha vaqt o'sha bosib o'tyapti degan ma'nodagi so'zdan foydalanamiz. Masalan, 7:15, ya'ni 7 dan 15 da o'tgan bo'lsa, 7'ye çeyrek geçiyor deymiz. Ya'ni bu yoqda o'sha yozib qo'ydim, çeyrek degani bu 15 so'zi çeyrek orqali ifodalanadi. 15 deb o'tirmaymiz. Çeyrek so'zini aytganimizda 15 ni o'zi ifodalab ketadi. Ya'ni 7'yi çeyrek geçiyor. 7 ni 15 bosib o'tyapti degan ma'noda qo'llaniladi. Ya'ni 7 dan 7:30 gacha xuddi shu geçiyor so'zidan foydalanar ekanmiz. Ya da 7 dan 20 daqiqa o'tgan bo'lsa, 7:20 geçiyor deymiz. Ya'ni 7 ni 20 bosib o'tyapti deganmi? 7 dan 20 daqiqa o'tyapti degan ma'noda qo'llaniladi. 7:30 bo'ladigan bo'lsa, 30 so'zi mana bu bujuq so'zi orqali ifodalanadi. U xoh o'sha hamma o'sha yarim soatlarni ifodalamoqchi bo'lsak, biz bujuq so'zidan foydalanamiz. Ya'ni 7:30 bo'ladigan bo'lsa, 7 bujuq. Bunga hech qanaqa o'sha qo'shimcha qo'shmaymiz, bu so'zimizni ham o'zgartirmaymiz va bunga geçiyor so'zini ham foydalanmaymiz. Ya'ni 7:30 bo'ladigan bo'lsa, o'sha bujuq so'zi orqali ifodalaymiz. Xo'p, 7 dan 15 ta dedik, 8 bo'ladigan bo'lsa ham xuddi shunday, 8'i çeyrek geçiyor deymiz ya da 8:20 geçiyor va 8 bujuq deymiz. Bunda oxirgi o'sha soatni yarim soatligini aytadigan bo'lsa, unga hech qanaqa mana bu tushum kelishiga qo'shimchalarini ham qo'shmaymiz. Boshqa holatlarda esa tushum kelishigini songa qo'shish orqali uni 30 gacha bo'lgan vaqtini ifodalashimiz mumkin. Keyingisi esa, demak, 7 dan 7:30 gacha geçiyor so'zi orqali ifodalansa, 7:30 dan hattoki 7 dan 31 daqiqa o'tgan bo'lsa ham biz 8 ga qancha vaqt qolganligini sanashni boshlaymiz. Ya'ni masalan 7 dan 31 daqiqa o'tadigan bo'lsa, biz uni 8 ga 29 daqiqa bor deb sanashni boshlaymiz. Xoh u o'sha 7 bo'lsin, 8 bo'ladigan bo'lsa, 9 ga sanashni boshlaymiz. Xolos, undan keyingi songa qarab sanashni boshlaymiz. Masalan, soat plus bunda tushum kelishigidan foydalangan bo'lsak, bunda esa yo'nalish kelishik qo'shimchasidan foydalanamiz va daqiqa var, ya'ni shuncha vaqt borligini aytib o'tamiz. Masalan, 7 dan 45 ta o'tgan bo'lsa, 8'i çeyrek var deymiz. Ya'ni 8 ga 15 minut bor degani. Xo'p, yoki 8 dan 50 daqiqa o'tadigan bo'lsa, 9 ga 10 var. Bunda yo'nalish kelishigidan foydalanamiz dedik va demak 9 ga 10 daqiqa bor, 10 minut qolganligini aytib o'tamiz. Yoki 6 dan 35 ta o'tgan bo'lsa ham 7:25 var deymiz. Ya'ni 7 bo'lish uchun bizda yana 25 daqiqa kerak, ya'ni 25 daqiqa bor degan ma'noda qo'llaniladi. Xo'p, endi bu so'zlarimizdan asosan, ya'ni geçiyor va daqiqa var ya da daqiqa geçiyor so'zlarimizni kundalik hayotda, ya'ni kimdir sizdan masalan soatni so'raydigan taqdirda siz mana shu so'zlardan foydalangan holda og'zaki nutqda asosan shu holatda ishlatiladi. Demak, buning ham og'zaki nutqda alohida, yozma nutqda ham alohida shakllari bor.
va geçiyor va daqiqa var so'zlarni og'zaki nutqda kimdir sizdan soatni so'rab qolgan taqdirda bu so'zlar orqali aytishingiz mumkin. Endi yozuvda qanaqa bo'ladi? Hop, soat ye daqiqa geçiyor, soat ye daqiqa geçe. Demak, geçiyorning o'rniga gecha so'zini qo'yishingiz orqali o'sha yozmangizni davom ettirib ketishingiz mumkin. Masalan, xuddi o'sha sonlarni keltirdim. 7:15 minut o'tadigan bo'lsa, 7:15 deysiz. Mesela 7:15 uyandım ya da kalktım desangiz, ya'ni 7dan 15 daqiqa o'tganda men o'sha uyg'ondim demoqchi bo'lib o'shani yozmoqchi bo'lsangiz, siz gecha so'zidan foydalanasiz. Ya da 7dan 20 ta o'tgan bo'lsa 7:20 gacha. Ya'ni 7dan 20 daqiqa o'tganda degan ma'noni bildiradi. Bu yoqda esa 7:20 geçiyor dedik. Demak, geçiyor bu og'zaki nutqda, gecha esa yozma nutqda qo'llaniladi. Uchinchi so'zimiz esa 8dan demak 25 daqiqa o'tgan. 8:25 gacha. 8:25 gacha ben derse geldim deymiz. Mesela. Hop, demak 8dan 25 daqiqa o'tganda men darsga keldim ya da geçende deb ketsangiz ham bo'ladi. Hop. Demak, bu geçiyor bilan gechani ayni o'sha bir xil ma'noni beradi dedik. Bu yoqda esa var, ya'ni 9 ga yoki boshqa bir o'sha songa sanashni boshlaganimizda var so'zidan foydalanamiz dedik. Xuddi shuni yozma shaklida esa kaladan foydalanamiz. Ya'ni masalan 7dan 45 daqiqa o'tgan bo'lsa 8 cheyrek kala, ya'ni 8 ga 15 minut qolganda degan ma'noni bildiradi. Var yoki geçiyor so'zini biz asosan og'zaki nutqda, ya'ni soatni aytmoqchi bo'lsak, ya'ni soat nechiligini bildirmoqchi bo'lsak, bulardan foydalanamiz. Demak, soatlar og'zaki va yozma nutqda aytilishi bir-biridan farq qiladi. Bundan og'zaki nutqda foydalanadigan bo'lsak, yozma nutqda esa gecha so'zidan foydalanar ekanmiz. Bu gecha geçiyor bilan ayni ma'noni beradi. Ya'ni ikkitasi ham o'sha vaqtni, masalan 7dan 20 daqiqa o'tayotgan bo'lsa, 7dan 20 gacha ya da geçiyor bosib o'tyapti, 7dan 20 daqiqa o'tyapti degan ma'noni beradi. 10 ya da 10 var ya da daqiqa kala degan so'zlaridan foydalanadigan bo'lsak ham ikkitasi ham ayni ma'noni beradi. Biridan og'zaki nutqda foydalansa, ikkinchisidan esa yozma nutqda ya'ni soatlarni aytishda foydalanamiz. Va bundan tashqari turk tilida yoki o'zbek tilida ham mavjud, ya'ni ma'lum bir paytdan ma'lum bir paytgacha bo'lgan ish harakati, masalan ertalabdan kechgacha yoki dushanbadan shanbagacha ishlayman kabi o'sha so'zlardan foydalanamiz. Ma'lum bir ikki vaqt oralig'idagi ish harakatni ifodalash uchun ma'lum bir so'zlardan foydalanamiz. Endi qarang, bu yerda ham xuddi shunday qoidamiz mavjud, ya'ni ism filuzdan ism ya kadar, ya'ni jo'nalish kelishiga qo'shimchasi orqali ma'lum bir ish harakatni o'sha paytgacha bajarishini bildiradi. Hop, qarang, endi sabahdan akshama kadar, ya'ni ertalabdan kechgacha degan ma'noni bildiradi. Masalan, sabahdan akshama kadar çalışıyorum desak, ertalabdan kechgacha ishlayman degan ma'noda keladi. Bu yerda qoidasida biz danni qo'llagan edik, lekin misolimizda esa sabahdan bo'ldi. Buni menimcha payqadingiz, chunki sabah so'zidagi h, ya'ni jarangsiz undosh bilan tugaganligi uchun biz dan shaklini tanga o'zgartirdik. Va akshama bu yerda ya deb yozganmiz, lekin bu yerda akshama faqatgina a ni o'zini qo'shganimizning asosiy sababi undosh bilan tugaganligiga qarab. Agar undosh bilan tugaydigan bo'lsa, faqatgina a ni o'zini qo'shamiz, unli bilan tugaydigan bo'lsa, ya ni qo'shib so'z yasaymiz. Hop, yoki bu faqatgina o'sha ertalabdan kechgacha emas, soatlarning o'zidan ham qo'llaniladi. Masalan, ertalab 7 dan 8 gacha yoki ertalabki 7 dan kechki 11 gacha deydigan bo'lsak ham shu so'zlardan foydalanamiz. 7 dan 11 bujuva kadar, ya'ni 7 dan soat 11:30 gacha degan ma'noda kelgan. O'zbek tilida ham ma'lum bir tovushlarning o'zgarish holatlari mavjud. Masalan, k harfimizni jarangsiz undoshlar ta'sirida g ga o'zgarish holatlari bor. Turk tilida ham xuddi shunday yarim so'zini biz bujuk deb o'rgangan edik va bu yerda esa jo'nalish kelishiga qo'shimchasi qo'shilganda kimiz yumshoq g ga o'zgardi va bujuva kadar so'zi hosil bo'ldi. Va bundan tashqari hafta kunlarida ham qo'llansak bo'ladi. Pazartesidan jumaya kadar, ya'ni dushanbadan jumagacha. Mesela pazartesidan jumaya kadar okula gidiyorum desak, dushanbadan jumagacha maktabga boraman degan ma'noda qo'llaniladi. Xo'p, demak, turk tilidagi soatlarning aytilishining asosiy farqi
ma'lum bir vaqtdan yarimgacha bo'lgan vaqtda biz gechiyor yoki gecha so'zlaridan foydalangan holda soatlarni aytar ekanmiz. Hattoki 7 dan 30 daqiqa ya'ni 31 daqiqa o'tgandan keyin ham biz uni 8 ga sanashni boshlagan holda var yoda kalla so'zlaridan foydalangan holda yozamiz. Xo'p, sizlarga bugungi o'sha soatlarimizdan olingan holda, ya'ni soatlarimiz mavzusidan chetlashmagan holda biz siz bilan ba'zi bir tovush o'zgarishlarini ko'rib o'tdik so'zlardagi va siz soatlar bilan bog'liq bo'lgan o'zingiz mustaqil 10 ta tovush o'zgarishlariga uchraydigan so'zlarni topishingiz kerak bo'ladi.